Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli do'stlar. Bugun xudo xolasa sizlarga Samanta shaftolilarini ko'rsatib o'tamiz. Juda ham yirik bo'luvchi. Bugun 4-iyun sanasida shu holatda yetilib pishdi do'stlar mana. 4-yoshi ekilganiga 3 yil bo'ldi. Daraxt 4 yoshda xudo xolasa mevani qaranglar. 30 kilogacha hosili bor. Bugungi narxi Oltiariq bozorida 25 ming 30 ming so'm sotildi. Buni qaranglar. Juda ham zo'r daromadli narsa, katta bo'lib ketmaydi daraxti, yilda hosil olaveradi. Ko'chatlarni xarid qilinglar do'stlar, O'zbekistonning hamma hududiga o'rnashadi. Mana bir tupida emas, hamma tupida shunaqa olib borgan mevani juda ham ko'p olgan. Agar buni siyraylatilsa, kalibri 85-90 bo'lib ketadi buniki. Shaftoli juda ham yirik bo'ladigan shaftoli bu, Samanta navi. Mana pastdagi nomerlarimizga aloqaga chiqib, zakaz qilsanglar ko'chatlarni yetkazib beramiz, boqib berish xizmatlarimiz ham bor. Olgan mevasini qaranglar. Rangi ham tiniq bo'ladi, shuni hisobiga bozori ham chaqqon, mazasi ham zo'r shaftoli. Like, podpiskani bosib qo'yamiz do'stlar. Mevali ko'chatlar profilini kuzatib boramiz. Bundan-da yaxshi kontentlar hali oldinda xudo xolasa. Tillarimiz ham septashib boryapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.